O'chirey muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmading? Mening o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralashmaydi. Buni so'qishni botdan bilan ishlatyapti qo'yishni. Otasi alga, onasi bo'ladi, bolalar bor, yetim. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishdan oldindan plan qilgan. Nega qarang, o'sha 12 yoshli o'tqonlaring bilan. Bunga hikmisanmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya, so'kiyapti bu ana bu. O'rtoqliga so'kganim yo'qmi? Mana dalillarim. Hatto hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. O'rtoqlar sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. Bo'lib ketishi mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya, o'rtoqlardan o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Aboyim tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana shu kerak. Oka qamab tashlabdi-yu. Ya, bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan ishlarni. Qornim to'q deyapman-ku. Nohmat qilib beraman. I got you.